Prezidentimiz xizmatlarimni yuksak baholab, davlat mukofoti bilan taqdirladilar. Bu men uchun katta mukofot hisoblanib, nafaqat mening, balki barcha tizimda xizmatni olib borayotgan bojxona xodimlarining xizmatini e'tirofi deb hisoblayman. O'z navbatida bu yuksak mukofotga loyiq deb topgan prezidentimizga oilam, shaxsiy tarkim nomidan va shaxsan o'zim nomidan minnatdorchilik bildirib qolaman. Men uchun bojxona chegaradagi nazorat emas. Bojxona bu tadbirkor tayanchi, tashqi savdoning ko'makchisi va davlat chegarasining iqtisodiy darvozasi hisoblanadi. Bojxona idoralari qo'lida ikkita muhim vazifa turadi. Ya'ni birinchisida nazorat qilish bo'lsa, ikkinchisi soddalashtirish. Shu sababli prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi bojxona idoralarida 4 yo'nalishda islohot qildilar. 4 ta islohot bu nimada o'z aksini topdi. Bojxona idoralarini infratuzilmasini takomillashtirdilar. Bevosita chegara bojxona postlarini takomillashtirdilar va 8 ta bojxona postini to'liq rekonstruksiya qildilar. Buzib tashab, yangi zamonaviy bojxona postlarini qurdilar. Bundan tashqari 10 ga yaqin yangi bojxona postlari ochildiki, chegara bojxona postlarimizda yuzlab kilometrlar orqali aylanib o'tishardi. Hozirgi kunda chegara bojxona postlarimiz ko'plab masofalarda qisqartirildi va fuqarolarimiz harakatlanishiga imkoniyat yaratildi. Bundan tashqari, chegara bojxona postlarimiz yondosh hududlarida terminallar barpo etildi. Terminal bu nima? Terminal bu chegara bojxona postlari yondosh hududlarida katta omborxonalar, logistika infratuzilmasi, mehmonxonalar, servis xizmatlari barpo etildi. Bundan tashqari, chegara bojxona postlarimiz eng zamonaviy AQShda ishlab chiqarilgan rengen infratuzilmalari bilan ta'minlab qo'ydilar. Buning natijasida ilgari bitta transport vositasini ko'rikdan o'tkazishimiz uchun 20 daqiqaga vaqt ketgan bo'lsa, hozir 1 daqiqani ichida ikkitadan transport vositasini o'tkazish imkoniyatiga egamiz. Yana bitta raqamga to'xtalib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda bojxona xodimlaridan 4 nafari Jahon bojxona tashkilotining xalqaro ekspertlik maqomiga ega. Taqqoslash uchun hamkor davlatlarimizda, yondosh hudud davlatlarimizda bu kabi ekspertlik maqomi hech qaysi bojxona xodimida yo'q. Menga berilgan mukofot bu mehnatning yakuni emas. Menga berilgan mukofot bu mas'uliyatning boshlanishi deb hisoblayman. Biz bojxona qo'mitasi jamoasi sifatida bu mukofotni avans deb qabul qilib, bojxona tizimida yanada yangi axborot tizimlarini, yanada yangi texnologiyalarni, infratuzilmani takomillashtirish yo'nalishida ko'plab islohotlarni o'zimizni oldimizga vazifa qilib belgilab oldik. Biz bojxona idoralarining shaffof, korrupsiyadan xoli, raqamlashgan eng zamonaviy bojxona tizimiga aylantirishga va'da beramiz.